Chunki turlari juda ko'p. Xuddi inson tana a'zolari kabi, jismiy a'zolar kabi ruhiy a'zolar ular. Ular biron bir noto'g'rilikni his qilganda belgi bera boshlashadi. Xuddi insonda og'riq paydo bo'lgani kabi, kasallikning belgilari paydo bo'lgani kabi, ruhda ham, ruhiy a'zolarda ham belgilar paydo bo'la boshlaydi. Noto'g'rilik bo'ldimi? Shu ko'nglim g'ashda, xafa bo'ldim, ko'nglim og'ridi. Qilgan ishimdan afsus chekyapman-da. Shu ishni to'g'ri qildimmikan-a? Noto'g'ri qildim-ov. Vijdonim ja qiynalib ketyapti-da, degan so'zlarni inson bekorga ishlatmaydi. Chunki bu mavjud bo'lgan narsa. Ruhning ishi. Keyingisi esa qalb. Qalb. U ham kasal bo'ladi. Albatta nimadir sabab bo'lganda, nimadir noto'g'ri bo'lganda u ham kasal bo'ladi. Biz bu kasalliklarni ham allaqachon bilamiz. Ular qalbiy kasalliklar. Ularni nomlarini ham bilamiz. Kibr, hasad, ko'rolmaslik. Kimgadir ataylabdan yomonlik qilish. Shunaqa bularning nomlari ham juda ko'p. Chunki kasalliklarning turi ko'p. Endi o'rtaga asosiy savol tushadi. Ular qanday kasal bo'ladi va nima uchun kasal bo'lishadi? Nega? Nega kasal bo'lishadi? Men topgan javob esa bitta. Ular nafsni jilovlay olishmaydi. Ular o'rtalaridagi bitta